Bu videoda Nexus 2 mashinasini avariyli holatidan sog' holatiga keltirish uchun necha pul ketishini ko'rib chiqamiz. Siz esa bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib va kommentariy yozishni unutmang. Biz barcha kerakli narsalarni qancha pulga tushishini to'liq bilish uchun Master Kuzov ustaxonasiga bordik. Barcha ishlatiladigan summalarni ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan ustani o'zlari aytib beradi. Charchagansiz yaxshimisiz? Mikrofon taqib olasiz. Shuncha bo'ladi. Nima gap, charchagansiz yaxshimisiz? Rahmat Allohga shukr. Siz yaxshi kelib oldingizmi? Ko'pchiligiga qiziq bo'lyapti. Nexus 2 ni agar urib olsa, polni dumalab ketsa yoki boshqa narsa DTP qattiq DTP bo'lsa, qanchaga tuzaladi? Yoritib bersam-a? Yoritib bering. Mana Nexus 2 miz oldindan qattiq DTP bo'lgan. Bunga endi ko'proq rабочий narsa qo'yapmiz, egasining imkoniyatiga qarabda endi. Hamma yo'lda ham egasining imkoniyatiga qarab. Oldin murdamiz ulanyapti. Oldin murdani 4,5 millionga olganmiz. Shu. Ko'rishinglar mumkin, mana o'zi chok o'tgan mana bu yerda. Chok kelyapti. Mana bu yerdan ulanyapti stoykasidan. Oldindan qattiq DTP bo'lgan. Hop, oldi kapotga keladigan bo'lsak, oldi kapotimiz hozir bu rабочийlik uchun 500 mingga olganmiz. Holati yaxshi, lekin zazorga aytaveradi. Jicha lekin ishi bor. Shpagilovka qilinadi. 500 ming. 500 ming. Buni ikki xil varianti bor. Originali bor, Xitoyi bor. Originalini oladigan bo'lsa 1 million 800 ming so'm, kapotda o'zi. Xitoyi 1 million 100 ming. Hop, Kriloyimiz ham xuddi shunday. Krilo o'zimizda borligi uchun o'zimizdagi narsani qo'ydik. Ati bozorda olsa qanchaga tushadi? Bozorda original 650 ming so'm, Xitoyi 450 ming so'm. Xitoy lekin zazorga aytmaydi. Original qilgan yaxshi deymiz. Bu Krilo original. Eshikka keladigan bo'lsa, eshigimiz 2,5 million. Bo'lsa o'shanda ham ideali. 2,5 millionga olinadi, o'shanda ham chirik bo'ladi. Buni 400 mingga olib kelganmiz. Jicha ishi bor edi, endi qo'ldan kelgancha qilyapmiz shuni. Hop, narigi krilolari butun edi. Shu oldi ikkita farasi originali bor, Xitoyi bor. Originali 700 mingdan 1 million 400 mingga chiqadi. Xitoyi o'sha 700 mingga как положено shunday o'rnaydi. Jupi. Ikkitani puliga bitta beradi, originalni. Oldi buferlari lekin Nexus 2 niki arzon. Qancha? 140 mingga chiqadi. 140 mingga oldi bo'ladi, orqasi-chi? Orqa lekin necha qimmatroq. Orqani Xitoyi yo'q, original faqat. 320 ming. Mana eshigimiz ham o'ziniki emas. Buni ham olib kelib o'zini remont qilyapmiz. Hammasi bo'lib qanchaga tushdi? 15 million ketyapti. 15 million. Shu holatga Shu holatga 15 million ketyapti. Demak, 15 millionga bemalol bitirsa bo'lar ekan-a? Bitirsa bo'ladi, lekin original narsa qo'yib bitirsa bo'lmaydi. Undan qo'shilaveradi narx. Hozir rабочийлigi uchun. Rабочийлigi uchun o'sha narx ketyapti. Buni faqat bizda ish emas-da, motorda sohasida ham ishi bor-da. Uji urganda oldidan qattiq DTP bo'lganda motorlari ham shikast yetgan. Keyin hozir bu 15 million aytgan pulingizda motorlarda ishiga ham kirib ketadi, to'g'rimi? Kirib ketadi. Как положено bitadi. Elektriklarda ham ish kirib ketadi shunchaga. 0 dan 100 gacha bitadi. 0 dan 100 gacha bitadi. Shu rабочий narsa qo'yilsa. Atak original narsa qo'yilsa, lekin undan ko'p ketadi. 20 million, 22 million ketib qoladi. Chunki tepa tengda, hozir mana 500 minglik narsani 1 million 800 mingga oladigan bo'lsa, mana ham besplatni kelyapti. O'zimizda borligi uchun qo'yib berdik buni. Bu ham 600 ming so'mda endi. Mana eshigimiz ham 2,5 millionga, yo'q menga yangisi kerak desa, 2,5 millionga olinadigan bo'lsa, unda summa qo'shilaveradi. Demak, avval urushdan oldin bir 15 millioncha pulni to'plab olish kerak endi. Keyin endi buni sepilgandan keyin ham ko'rsatamiz, alohida video qilamiz. Hali ko'p video qilamiz. Bu ustaxonangiz nomi nima edi? Master Kuzov. Master Kuzov. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu akamiz o'zi qilib beradi. Bu aka emas, o'rtog'im, o'zim o'rtog'im. Noldan o'zga tishini o'tirib beramiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelaverasa. Ismi Asadbek. Eng Master Kuzovni master ustasi bo'ladi. Endi hozir ko'p do'stlar shunga 15 million so'm pul kelsa o'sha tayyor bo'lar ekan. Keyingi videolarda ham o'tkazib yubormanglar. Keyingi videolarda ham buni hammasini polni yoritamiz. Mana shu
o'zimni oshnam shu mashinani tayyorlab qiladi ekan. Endi nima deymiz? Endi shu Ehtiyot yo'llarda bo'lasizlar. ehtiyot bo'lib yurish, pravoshlar ham ko'ryapsiz o'zinglar qiyin bo'lib ketyapti-yu. Bekarga emas-da, o'qimagani, yaxshi o'qimaganligidan. O'shanga yo'l qoidaga amal qilib yursak, hamma yo'q как положено ketaveradi. Yo'llarda ehtiyot bo'lib yuramiz. Mabodo ehtiyot bo'lmasanglar bizga kelaveradi. Shunaqa. Shuning bilan video yakunlandi. Demak, bizga mashinamizni sog' holatiga keltirishimiz uchun kamida 15 million so'm pul kerak bo'ladi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang.